sevimli shoirasi, taniqli jamoat arbobi, O'zbekiston xalq shoiri Zulfiya 1915-yili Toshkentning O'qchi mahallasida Isroil Degres oilasida dunyoga keldi. 1931-1934 Toshkentdagi xotin-qizlar bilim yurtida tahsil oladi. Yoshligidan to'garaklarga qatnashib, she'rlar mashq qila boshlaydi. Zulfiyaning Men ishchi qiziman nomli birinchi she'rlar to'plami 1931-yilda nashrdan chiqdi. Uning keyinchalik Hayot varaqlari to'plami ham 1932-yilda Zulfiya 17 yoshligida bosmadan chiqadi. Shoira Zulfiyaning keyinchalik she'rlar, Qizlar qo'shig'i kabi 30 dan ortiq she'riy va nasriy asarlari dunyoga keladi. Zulfiya Isroilovaning 30 dan ziyod she'riy va nasriy kitoblar muallifidir. Badiiy ijod sohasidagi xizmatlari uchun 1968-yili davlat mukofotiga sazovor bo'ladi. Keyinchalik Hindistonning Javohirlar Nehru mukofotiga ham sazovor bo'ladi. Zulfiya Isroilova o'zining she'rlarida tinchlik va do'stlikni tarannum etganligi uchun xalqaro Nehru Nilufar mukofotiga ham sazovor bo'ladi. 1999-yili Zulfiya davlat mukofoti ta'sis etildi. Bahorga burkangan sen sevgan elda, ovozing yangradi jo'shqin zabardast, o'lmagan ekansan jonim sen hayot, men ham hali sensiz olmadim nafas. Hijroning qalbimda, sozing qo'limda, hayotni kuylayman chekinar alam. Tunlar tushimdasan, kunduz yodimda, men hayot ekanman, hayot sen ham